Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ayol kishini boshqa ayollarning oldida qanday kiyim kiyishli kerak? Tor bo'lgan yoki yopishib turadigan kiyimlar boshqa ayollarning oldida kiysa bo'ladimi? Bu haqida ko'p ulamolardan so'rashgan va bu narsa haqida hadislarda ko'p javoblar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytdilarki, ikkita toifa jahannam ahlidan dedi. Va bu toifalardan birini va nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumayyilat. Kasiyat bo'lgan va oriyat bo'lgan ayollar dedilar. Kasiyat oriyatning ma'nosi arab tilida kasiyatun degani avratini berkitmaydigan. Ya'ni birinchisi bu narsani sharhida aytishgan ulamolar, birinchisi kalta kiyim kiyadiganlar, ikkinchisi yupqa kiyim kiyadi, shu darajada yupqaki, buni avrati, ya'ni buni orqasidagi basharasi, jasadi ko'rinib turadi. Va uchinchi sharhi shu darajada tor kiyadiki, buni avratlari, ya'ni jasadi bilinib turadi. Mana bu holatlar, mana bu ko'rinishlarni, ya'ni kalta kiyishlik, yupqa kiyishlik va tor kiyishlik, bular hammasi hadisdagi kasiyatun ariyatun so'zlarining tafsiri. Mana shunday ayollar jahannam ahlining ayollari dedi. Shu hadisga ko'ra tor bo'lgan, yupqa bo'lgan va kalta bo'lgan kiyimlarni avratini ko'rishlik joiz bo'lmagan, boshqa joiz bo'lgan kishilardan boshqa hech kimi oldida kiyishlik joiz emas. Ya'ni erini oldidan, boshqa eridan tashqari ayollarning oldida, mahramlarini oldida, oilasini oldida tor va yupqa va kalta kiyimlar kiyishlik joiz emas. Bu kiyimlarni faqat erini oldida kiyishlik joiz. Chunki eri bu kiyimda ham va kiyimsiz ham ko'rishligi joiz. Alloh taolo oyatda Mo'minun surasida 5-6 oyatlarda vallazinahum li furujihim hafizun, farjlarini saqlaydiganlar dedilar. Illa ala azwajihim, erlaridan tashqari farjlarni hammadan saqlashardi. Ya'ni erlaridan saqlamasligi ham joiz. Ammo eridan boshqa ayollari bo'lsin, qarindoshlari bo'lsin, kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu avratlarini berkitishligi, tor, yupqa, o'sha ko'rinib turadigan kiyimlarni kiyishligi joiz emas. Ammo erini oldida bu narsalarni ko'rsatishligi joiz. Oysha onamiz radhiyallohu anha sahih hadisda aytdilarki, men va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta idishdan g'usl qilar edik deydi. Ya'ni ayol kishi bilan eri kishi bir-birini avratlariga qarashligi joiz. Ammo mahramlarning oldida avratlarini berkitishligi kerak. Bu avratni ochiq ko'rsatishligi bilan yoki tor yoki yupqa kiyishligidan farqi yo'q. Alloh taolo muslimalarni har xil fitnalardan va har xil razil gunoh ishlardan saqlashini so'rab qolamiz.